Men unaqa bir xil gul olmayman, qimmatroq narsa olaman deganlar uchun mana Kaladiumda 3 xil 4 xil assortimenti bor. Hozir hamma shu redki narsalarni, yaxshi narsalarni bitta video qilib beramiz. Bular narxi Telegram kanalida bo'ladi, chunki assortiment ko'pligi uchun bitta yodlab ololmaymiz. Yodlab olsak ham sizlarga video qilayotganda adashib ketib qolamiz. Xo'p, hozir bu yerda mana 3 xil qimmat narsalarni ko'rsatdik. Videoni uzmasdan video qilamiz. Bu yerda mana bu philodendronmikan, qanaqadir sort bu ham. Telegram kanalda narxi hammasini videoda chiroyli qilib qo'yib ketganmiz. Xo'yani 4 xilmi, 5 xil. O'zi 6 xil edi, bitta xili tugagan, adashmasak. 5 xil ko'rinishda kelgan. Bu yerda mayda bakligidan holatlari. Bu bunaqasi kelgan. Bu ham qanaqadir gul, mana shu neavishniy narsa yoqtiradigan klientlar uchun kelgan. Xo'yani chinida o'sgani holati. Hop, bu yerda mana shu neavishniy narsalarni ko'rsatdik. Hop, zenzila. Buni boshqa videolarimizda ko'rib olsanglar bo'laveradi. Hozir ko'rsatgan narsalarimiz shu yaqin kunlarda kelgan. Endi eski astrotika tovarimizdan shu qimmat narsalar oshib qolganlari. Qanaqadir philodendron bu ham. O'z nomlari aniq yodlab ololmaymiz, chunki assortiment ko'pligi uchun. Philodendron Peres bu. Peresda shu varigatnisi bo'ladi. Kimdir mana bunaqa varigatnisi yaxshi chiqqanidan xohlaydi. Kimgadir qop-qorong'i joyda o'sganini xohlaydi. Mana shu tomonga quyosh yaxshi tushadi. Oq sal ko'proq. Buni hali klient oluvdi. Shunga o'ngga chapga o'tib ketgan bular hozircha. Uni ham juda yaxshi narsa edi, hozir ko'payib qoldi. O'sha oddiy narsalar qatoriga chiqyapti bu ham. Sindapsus qanaqadir sorti bu ham. Bu ham sindapsus yoki philodendron. O'zi neavishniy narsa xohlaydiganlar o'zlari nomlarini biladi. Men bitta aytib o'tib ketishim shart emas. Bu xapa gul emas. Bittasini bitta ushlab ko'rsatib bera olamiz. Qanaqadir bitta klientimiz kelib akatsiya dedimi, o'sha qanaqadir gul bu ham. Bularning narxi Telegram kanalida bor. Men qaytarib aytib o'tamiz, bitta yodlab ololmaymiz narxini. 45 ming so'mdan. Bular adashmasam martda keluvdi, shu ikkita stilajda qolgan. Yangi o'zimizda yangi bash chiqargan. Bitta bakli kelgan edi, kiyik shoxi deyiladi bu narsa. Eskitdan bor. Sindapsusni yog'ochga qadab o'stirilgani. Bu yerda mana banki edi, boshqacharoq. Guzmaniyalar gullayapti. Guzmaniya bu yerda. Monstera Burlimax. Baklari mana shunaqa yirtilib o'siladigan. Hop. Bankiydi o'zi mana originali. Bu ham mana shu martda kelgan edi. Bitta stilaj o'zimizga olib qo'yganmiz, skidga qilmasdan o'stiramiz deb chiroyli holatda. Kaladium bu ikkita partiya oldingi xomoskanni berib o'tgan uzun bakli bo'lib uning chiqib qoldi. Kesib yana boshqatdan o'stirildi bular. Hammasi o'zimizdan yangi chiqqan bak. Neavishniy narsa oladiganlar iloji boricha kelib tanlab olib ketsanglar, o'zingizlar yoqqan narsani olasizlar. Philodendron adashmasam marble 450 ming so'mmikan, adashmasam shunaqa sotilgan edi. Hozir 400 ming yoki 380 ming atrofida skidkada bo'lishi kerak. Bu yerda sinonimlar o'zimiz qalamcha qilib bo'lib ko'paytirib qo'yganmiz, joni qattiq sortlaridan. Mana shunaqa bo'lib o'syapti. Bu redki narsalar jahon bozoriga chiqmaydi, Optimga ko'pchilik so'raydi.
Bu narsalarni olib chiqolmaymiz. Kelib o'zinglar tanlab olib ketasizlar. Har bitta assortimentda narxi Telegram kanaliga qo'yilgan. Mana shu qo'yalar qishda kelib, jicha holati yomon edi, chirib ketib qolyotgandi. O'zimizda quruq joyga olingan, suxoy shabada qilib, shuni quruqchilik qilib berib, zo'rg'a asrab olib qo'yganmiz. Baklari ham chiqqan. Shunaqa holatda. Kichkina bego'ynachalar. Bu ham shu kuzda kelgan adashmasam. Bularni 25 ming, 30 ming qilib beramiz. Ikkita ishda qolgan o'zi. Holatlari bu Tbilisining orqa tomonidagi ko'chatxona. Agronema Silver ko'chati kelib qolib, uni ham o'stirib qo'yganmiz. Bu hop 1,5 yil bo'lyapti kelganiga. 50 dan 60 deydi, xudo xolasa mana 5 dona qolibdi. O'sib yangi bak chiqarganlarini klientlar o'zlari olib ketadiganlari o'zlari olib ketdi. Onlayn chiqarib oladiganlarimiz BTS, Emo, Postdan chiqarib olganmiz. Bu antoriumlar ham o'tgan yil o'zim borganimda olib keldim. Shunaqa dumbul qiladi. Ancha skidka bo'lib tugayapti bular. Bananani o'zimiz ko'chat qilib ekib qo'yganmiz. Har tomonda chiroyli holatda bor. Hop, mana. Bu yerda shu kesib qo'yilgan. Mana orxideya bu yerda. Oshib qolgan orxideyalarni kesib parvarishlanyapti. Suv nihoyatda oz berilishi kerak bunga. O'zimizda ochilgani mana. 15 ming, 20 mingdan mana shu turishini berib olgan edik. Ostatki bo'lib o'zimizda oshib qolgan. Chiroyli holatda boqildi, mana gulladi. Xitoy variant bo'lib chiqdi. 50 ming so'm, 60 ming so'm beryapmiz. Hop, mana yana g'unchalar butonlagani bor. Qo'limiz ahlimiz yetgancha chiroyli qilib o'stirilyapti. Boqilyapti. Bo'ladigani bo'lyapti. No'xat gul. Bu etki narsalar narxi Telegramda ko'rib baho berasizlar. Bu yerda o'tgan yili kelgan paprtni tigr ekan. Tigr sort. Juda ham kichkina edi, hozir mana ko'rib turibsizlar, uzun bo'lib, chiroyli holatda bo'lib o'sgan. Har bittasi. Hammasini narxi Telegram kanalida. Hop, mana banana asosiysi o'zimiz qalamchasidan o'stirganimiz. Ko'chatini olib kelib, ko'chatini boqqanmiz. Mana shu holatga yetib kelgan. Ular ancha saralanib qoldi. Mana shu boshida 120 ming, 130 ming sotgan razmerga уже yetib qolay deyapti. Yana bir oy tursa, iyunga yozda o'rtasiga tayyor bo'ladi. Ya'ni ikkita bak chiqarsa go'zal holatda bo'ladi. Chaqimchini qanaqa sorti bu ham. Bu ham sindapsiz. Telegram kanaliga qo'shilib olasizlar. Narxlar ashitda bor. Godzilla. Sindapsiz Godzilla. Shu bilan nemisli narsalar deyarli tugaydi. Alakaziya adaptatsiya bo'lgani. Keyin mana alakaziya bor. Holatlari yangi bak chiqargan. O'ta go'zal. Monosi ham bor ekan mana. Holat mana zamishga o'xshaydi. Bu yerda philodendron. Buni ham holaticha yomon keluvdi, ezilib qoluvdi ekan. Keyin bu yerda bitta sansveriyamiz bor. Bir xil sort deganimiz mana. Bu ham xudo xolasa gullash arafasida. Gulini hidi o'ta tana bo'ladi. 450 ming so'mlik razmer. 20-30 tacha bor. Bu hammasi gullayapti mana, gullari bor. Buni gulini hidini bilgan biladi.
Bu yoqda tayskilar bak chiqaryapti. Kattalari. Gigant razmer. Bitta o'zimizda o'stirilish uchun olib qo'yilgan bular. Holatlar. Bu narsa kattaygandan keyin mana shunaqa sariq bo'lib quyoshli joyga qo'yasizlar. Sariq bo'lib chiroyli bo'lib beradi. Holatlari mana shu. Varigatnilar ham os qo'ygan. Zakazinglar bo'lsa, Telegramda adminlar lichkasini qo'yib qo'yganmiz, zakaz bera olasizlar. Bu safar degan kaladi. Oxiri mana shu bilan tugaydi ekan videomiz, mana katta kaladi. Kallam bilan teng. Holat. Bansaylar.